Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Dakan ishqibozlar, parvozlar, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Bugun mana Namangan viloyati Mingbuloq tumani Jamashuy bozoridamiz. Parranda bozori, ya'ni Dakan bozoridan arzorlarni boshlab yubordik, xudo xolasa. Akamizni qo'llarida yaxshi bir Dakan xo'roz bor ekan. Aka nech pul deyapsizmi? 1 million. 1 million so'm, kami bor ha? Aka baho so'rashdimi? 520. 520 mingga berilgan yo'q. Tulaga bu. Tulay xo'rozimiz o'rtoqlar. Bolaga qadoq-padag'i yo'q. Yo'q. Joningiz sog' bo'lsin o'rtoqlar. 520 mingga berilmayapti. Bordir bir 4,5 kilo 5 kilo. 4,5 kilo og'irroq. 4,5 kilo og'irroq, ha? Mo'ljal qancha endi mo'ljal? Ashamizda kelishamiz. 520 mingga berilmabdi. Bozor endi boshlandi. Ishqibozlar shaydamiz, xudo xolasa. Nech pul ekan sizdami? Nech pul deyapsiz aka? 600. Qaysi oyda bu? Mayda. Mayda chiqqan mana 600 ming so'm. 4 kilo bormi? Ha. 600 ming so'm ekan, 600 ming so'm o'rtoqlar. Qancha baho qildi buni? 300. Berganingiz yo'q. 300 mingga berilgani yo'q o'rtoqlar mana. Astaka nech pul ekan? Mana shu ko'raylik aka. Buni 100 ming so'rashyapti ekan. 100 ming o'zi qancha deyishyapti ekan? Bilmayman. Qancha deyapti? 300 deyishyapti. 300 deyishyapti, 100 ming so'rashyapti. Ha. Gap yo'q. Siz so'ramayapsizmi qilib? Siz yo'lasiz, 100 ming so'ragan, past so'ragan ha? Gap yo'q. Tog'a bu nech pul mana shu xo'roz? Nech pul? Boqaman mana odam Haqni ayting, nech pul deysiz? Ama 100 ga yaxshi so'rashibdi. 500 ming beravering. 500 ming so'm kam bor ha? Ha, bitta kamida o'tib beramiz. Buni 100 ming so'rayapti ekan. Kichkina ko'chaga ekanda bu. Xo'roz nech pul ekan mana shu xo'roz? Ha. 400 ming o'zida kam bor. 400 ming so'm ozgina kam bor. Sikichi aka? 600 ming. 600 ming so'm kam bor bunisi. Bunisi 400 ming so'm kami bor o'rtoqlar. Baho qilyapti bularni? Qanchadan qilyapti? 200 ming berishdi. Bungachi 200 mingdan baho qilishyapti. Bozorlar ozdan ha. Mana shu yerda xo'roz bor ekan, ko'rib qo'yinglar aka. Nech pul ekan mana shu aka? Qornab turib kameraga chiqaryapti. 500 ming so'm qancha baho qilyapsiz? 800 ming kami bor. 800 ming kami 500 qilyaptimi? 350 ming qilishyapti. 350 ming qilyapti. Qaysi oy aka bu? Aprelda oxiri. Aprelda oxiri ekan. Yoshroq, kichkinaroq, ha? 4 kilo bormi? 4 kilo 300. 4 kilo 300 mana. Gap yo'q, barakasiniz. Old tarafdan ham olaylik, chiroyli ko'rinadi masalalarni. 4 kilo 300 ekan mana. 300'ü qancha ham baho qilyapti ekan? 800 ming kam bor ekan. 300 beraman. 300 beryapsizmi Bahram boy? Beryapman. Ko'taringchi? 300 ming so'm beryapman. Chiqadigan pul, unaqa bir bachkanachilar. Siznikimi aka bu? 100 so'm pul beraman, aka. Qanchaga bermoqchisiz siz? Bozorda kesib bo'lmaydi. Ishlab chiqaman. Aytingchi. Ayting, charchamayaptimi? Hayvon sasam 300 so'm. Hayvon sasam narxini 300 ga kesib bo'lmaydi-da buni. Umar aka 300 ming beraman. Tanib turib, siz alda bu boshqa emas. O videoga tushish, prosmotr yig'ishdan emas maqsad. Просто olish. Emas o'ylamasin. Do'stim 350 qilib bering do'stim. Yo'q, 50 ming qo'shmayman. 50 ming siz berib turibsiz, bering. Olasizmi 350? Berasizmi 350 qilib beraman. Mana 50. 50 ming qo'shgan. Bu videodan 50 ming tushmaydi menga. Videoni yurgizish. Ya beradilar. Bermasam yeb beraman. Ana. Xo'roz chotka ekan ama. 300 ming pul beryapti. Do'stim indamay 350 savdo qilavering. Pulingiz yetmay qolsa beraman lo'z. 50 ming beraman. Aka mana shular shuncha kishi lo'zi mana. Berasizmi? Qanchaga bermadingiz? 350 mingga berganim yo'q. Umarjon, bermaganingizga 350 ming mana. Bermaganingiz. Umar aka, tanib Yaşlık ne zaman yasamak gerekiyor. Açık ayda oyun odamman. Yaşlık ne zaman gerekiyor. 350 ga bermabdilar. Men xolisman-da, ba tanimayman. 20 ming qo'shib gapir do'st, pulim yetmasa men sanayman javob. qo'shdim ahli gapi. Yetmasa Menga haligi nimasi yo'q. 70 ming pul yaptı. Aka. Sizda Sançalık bilan bormar ekan deb qo'ymoqchi aka. U odam, o toshvoy odam. Toshpo'latmi otlari? 500 ming beraman, berasizmi aka? 600 ming beraman, berasizmi? Yo'q, bor pulga savdo qilma, bor pulga. Bor.
Kelish kerak edi. Ular reklama Men hozir yetib keldim aka, sizlarni endi ko'rdim aka. Assalomu alaykum aka. Sizni so'chimi? qancha berdilaring? 370 ming. Bering aka. Bering aka. 370 ming. Obunachilar mehmonga bo'lishib qo'shtirib Bir boryapti. qadam tashlayman, bermayman, to'g'risi. Bir salom bermayman. Mana xolos. Bering. Aytaraman. Hech narsa. 70 ming emas-da. Nech pulga mo'ljal aka? Mo'ljal yetmagani. O'zi 500 ming deyapsizmi? 800 ming kami bor. 800 ming kam bor deyaptilar. Bozorda endi bu. Hech kimdan xafa bo'lmaydi. Bir so'm so'rasam haqqi bor, to'g'rimi? Men shunchaki video rivojiga bo'lishyapman. Pul bo'ladiki, qo'rasizniki. Xohlang bering, xohlang bermang. Qo'shing do'stim, oling. Bundan chiqarib bunaqa qilish oson emasdan. Oson emas. Bizdan boqib yuramiz, lekin endi Ammo pul topishim oson emas. bu yana boqadi. Yaxshi xo'roz ekan, o'rtoqlar. Yaxshi bo'lsa boqamiz, bo'lmasa bir qozon go'sht. Bering aka. Bilmayman aka, zoir yuribdi. Gap yo'q, biroz zo'r ekan u. Bitiringlar, kamera qo'l dushman baraka qilaylik. Bizga video kerak. Qiziq emas. Lekin ularga bar bir so'm bermaysizlar. Berasizmi? Oldim. Aka? Hey, xotingiz nima edi? Umarali ekan. Toshqa bitmas ekan aka. Hey, yo'lga yurasizmi yo'lga? Yo'lga yurdim men. Yo'lga yurasizmi aka siz? Bering. Yurasizmi? Malakachicha yo'l 350 ga bermagan ekansiz. 20 ming qo'shtirib berdik a. 20 ming kam turizm beradi, xursandmisiz? bering aka endi bering. Xursandmisan deb qo'yaman endi. Dehqon olyapti, dehqon. Hey. Zappar aka, qo'shib olib qo'yinglar shuni zo'rlasak. Men qora yig'ib qaborda emas, qora. Bermaysizmi? Men qo'shib beraman. Mana mashallah. Necha pulga sanali? 370 qilyapti, 10 ming qo'shib beraman dedi. 380 qildi, ber, kel bu yoqqa kel. Aka beraman. Beraman bu do'stim. Bo'lmasa men beraman, bak. Levuzda oling, hey. Aka, Yering, beryapsizmi? Bering. aka. Shumaral aka bering. Olyapman men, siz berasizmi? Bor baraka. Bering aka, bu yerda klient yo'q, hamma tomoshabin. 50 kishi qarab turganman. Ushlaganda uzib ketish kerak. 10 ming so'm so'radi do'stim. Bermasa olmaysan mana. Buni bilan 400 ming beraman. 10 ming o'tib bering. Ichingizdagini bilib turib 10 ming. So'ramang bering. So'ramangman, martga mart. Qattiq ekan demasanmi? Bor baraka. Barakasini bersin, gap yo'q. 400 ming so'm, 10 ming kamga xalqlar dehqonga bo'lishdik o'rtoqlar. Chiqib men aytdim bozorga obunachilik iltimos qilganiga chiqdik mana. Qiziqarli voqealar faqat bizning kanalda bo'ladi, to'g'rimi Muzaffar aka? Omma sotiladi aytib qo'y. Qanchaga? 1 millionga sotiladi. 400 minggachi? 400 ming bering. Gap yo'q. O'rtoqlar like bosib qo'yasizlar. Olishdi. O'zi videoga qo'shib beraman degan transport uchun bering. Men gapirmadim. Pishamasang videoni tekshirib ko'r. Bu nech pul dedi, ko'rdingmi? Nech pul? 600 ming so'm kami bor, 600 ming so'm mana. Cho'ja yoshroqgina 4 kilo chiqadi. 4 kilo oshiq. Mashaqqa ham yo'lishi yaxshisini bor ekan. Orqamdan gapni kameraga ham tushing. Qo'ras qancha qo'ras? 100 ga oldim. 100 mingga oldingiz cho'jani, ha? Gap. Qancha ekan? Qo'g'lar hech pul aka qo'g'lar. 150 dan. 150 ming. Buni 100 mingga olibdilar mana. Barakasini bersin. Kechki. Yana bir to'la. Xo'rozda yirik kinasi bor ekan. Nech pul deyapsiz? Bizniki yengil 500 ming so'm bizda kam bor. Nech kilo bu? Hozir holat 4 kilo mi boqilmagan. Sog' bo'ling. 4 kilo 100 yerga qo'yingchi, bunday qochmaydimi? Voy jonim, yirik bu, ha? Ha, katta. Qaralmagan xolos. 500 ming dedingizmi? 500 ming so'm ham bor o'rtoqlar, gap yo'q. Ammo bu uylari juda uzun ekan o'rtoqlar. Olib boqib tashab qo'yadigan xolos ekanda. Cho'ja ekan, ha? Gap yo'q. Yoshiga to'lib qo'ygan. Degan narsani baloqlik uchalik bo'lyapti. Voh, bozor savdo qilmadimi? Qancha? 300 ming so'm. 300 ming so'm bo'lib baho qilyapti. Bozor narxlari o'rtoqlar. Endiglar qancha ekan? Endiglar bugunga 400 ming so'm. Alla olishmi yoki klassik turizm bittasini? Bittasi. Bu maydasichi.
250 ming. Katta o'rdaklar qancha, kichkinasi qancha? Bir yuz sakson, ha? Bu sizniki, ha? Sizniki emasmi? Ha. 180 dan kam bor ekan. Qanchadan? Yana dush kelaman, ha, o'rtoqlar. Bir jupi qancha? 250. 250 ming. Ey yerlar. Ularchi? 100 ming jupi. Hamadin kam bular? Amadinka mana Resoy Amadinka deydi. Kattaroq ekan, ha. Sorta bor. Turgan bular, ha? Ey yer. Yana dush kelaman, ha. 250 ga jupi. Papugalar qancha mayli bu? Papugaymi? Papugaylar cho'la. 5 pul bular. Ey yer 200 ming. Ay yara 200 ming so'mdan jupi sotlar. Chiroyli qushlar ekan. Bundan buyog'iga bahor keldi, salapallar olmadi-da. O'rdaklar qancha aytibdi? O'rdaklar? Qaysi? Oqordaylarmi? Ha. Oqordaylar 50 mingdan beramiz. Qoralar-chi? Qoralar xo'roz ular. Xo'roz qancha? 150 mingdan beramiz. 150 mingdan, ha? Makellarda haligi qo'shib turib bolab 10 ta makellardan yuklab tashlaydigan xo'rozlar. Shundanmi? Bo'ldi. Tuxumlar qancha bo'lyapti, tuxumlar? Bunlar bugunga 15 mingdan. Pishgan faqat, ha? Ishga qoli ham bor. Xomi ham 15 ming. Xomi ham 15 ming, 10 ming ham qilib beramiz sizlarga. Xomi, ha? Barakasiz. Siz obunachilarimiz 10 mingdan ham. Nomerda tuxumlarga. 94lar. Ha? 98 0811. Tashni o'rda. O'rdak ham ketaveradi. Qushdan ketaveradi. Qushlar ham ketaveradi. Reklama tekin bo'ldi. Tekin bo'ladi. Tuxumdan taxla endi. Sardoqda tekin bo'ladi. Makanlar bor ekan, aka? Makan nech pul makanlar? 200 ming. Xorasalarchi? Xo'roqlar 100 ming. Xorasalar 150 ming. Aka makanlar 200 ming. Tuxumdagisi ham bormi? Tuxumda ikkitasi cho'ja. Ikkalasi tuxumda bular cho'ja, ha? Juda chiroyli sifatli ekan, ha? Gap so'z yo'q, o'rtoqlar. Jamashi bozorini qisqacha arzu qilib o'tdik. Endi oddiy to'g'ri bozorga biz hozir o'tolmaymiz. To'polon aka. Yaxshi kammi bo'lsa bitta like bosib qo'yasizlar.